dasturlovli. Maktab paytlari men o'ylardim, Jizzaxda ham shunday katta avtomobil zavodlar qurilsa deb. Xudoga shukr, maktabimizni bitirganimizcha biz zavodlar qurildi va o'zim yoqtirgan soha bo'yicha shu Jizzax Politexnika institutining talabasi bo'ldim. Hozirgi kunda 3-bosqich talabasiman. Bu yerda biz shu o'qiganlarimiz hammasini amaliy o'zimiz qo'limizda bajarib ko'rib, zavodga amaliyotga borib, ko'z o'ngimizda hammasini qilib, yuqori bilimlarga ega bo'lyapmiz hozir. Bu yerning eng yaxshi tomoni ham nazariy bilim olamiz, ham amaliy bilim olamiz. Amaliyotda qo'lda bajarib ko'rib, qanday uni ko'ramiz, ushlab ko'ramiz, tuzilishini ko'ramiz. Shuni qayerni qanday o'zgartirsak bo'ladi, qanday ekonomika qilsak bo'ladi uni. Qayerni qanday yaratsak, o'zimiz milliy brendga yaqinlasha olamiz va milliy brendni tezroq chiqara olishimizga imkon yaratilyapti. Avtosanoatda iloji boricha o'zimizning mahalliylashtirishga, lokalizatsiyalashga qatnashyapman. O'zimizda hamma jihozlar o'zimizda chiqarishga. Masalan, hozirda BYDda amaliyot o'tyapmiz. BYD amaliyot o'tayotgan zonamizning qaysi detallarni o'zimizda ishlab chiqarsak bo'ladi, qanday bizda sharoitlar bor va u bo'yicha bizga qanday bilimlar kerak, o'shalarni o'rganyapmiz. Hozirgi kunda biz laboratoriyada men shug'ullanaman. Laboratoriya zonamizda ham hamma jihozlarning tarkibini aniqlaymiz, ularning og'irligini, umumiy o'lchovlarini, nima bo'yicha ishlatadi, unga qanday texnika ketadi, qancha ishchi kuch ketadi, iqtisod qila olamiz, shuni hammasini hisoblab chiqib, o'zimizning zavodlarimizga, mening loyihalarimizda va ishlanmalarimizni ko'rsatamiz. Dadamlar dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Dadamlar dehqonchilik bo'lgandan keyin men zavodda ishlayotganimda, men avtomobil sanoatida ishlayotganimda dadam juda xursand hozirgi kunda uydagilar. Ko'rib turgan